namozini o'qiydimi? O'shanday o'qishlarini nima qilgan? Orzu havas qilgan. 2000 yil sajdada yotib, ey Xudo, mendek dunyoda maxluqing bormiki, menday ibodat qilsam? Deganda Rasululloh Xudoy taborak va taolo ey Jibril, oxir zamon ummatlari Muhammad alayhisalom bu ikkita sajdani moya hayollari bozorda bo'lib munchagina ozgina daqiqada qiladiki, o'shalarniki sanikidan afzal. Sen hamma narsani bilib, ko'rib, jannat, do'zaxni, payg'ambarlarni ko'rib, sen ko'rib iymon keltiryapsan. Lekin ular ko'rmasdan iymon keltiryapti. Shuning uchun Rasululloh nima deydi? Tuba liman ra'ani va amana bi marratan. Tuba daraxti bo'lsin. Tuba daraxti bo'lsin jannatdagi. Kim meni ko'rgan bo'lsa va menga iymon keltirgan bo'lsa, bir marta tuba bo'lsin. Bitta tuba daraxti bo'lsin. Yoki bir marta xursandchilik bo'lsin, tuba daraxti xursandchilik. Shunday xursandchilikki, Xudoy taoloning tuganmas bergan ne'matidek. Bu ko'rganlarga vojdadan. Endi bizni sizlar ko'rmaganlarga ham Rasululloh aytgan. Tuba liman lam ra'ani. Xushbo'ylik bo'lsin, tuba daraxti bo'lsin. Kimlar ekan meni ko'rmadilar va amana bi, menga iymon keltirdilar. Sab'a marratin, 7 ta tuba daraxti bo'lsin. Ko'rdilarmi? Ko'rganlarga bitta, ko'rmaganlarga 7 ta. 7 barobar bo'lsin degan. Ana shundayin bizni sizlarga iymonlarimiz mevasi 7 barobar. Rasulullohni ko'rganlarning tuba daraxtining mevasi 1 barobar. Ular Rasulullohni ko'rib, har kuni eshitib, gapini ko'rib nima qildilar? O'shanga ishongan. Biz sizlar Rasulullohni ko'rmadik. Allohni ko'rmadik, jannat do'zaxni ko'rmadik, farishtalarni ko'rmadik. Faqatgina biz sizlarga Qur'oni Karimni ko'rdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ko'rib iymon keltirib yuribmiz. Ana shuning uchun bizning iymonlarimiz inshaalloh albatta 7 barobar. Inshaalloh. Mana shunday sifatlarimiz bor. Ana shunday sifatlarimiz bor. Alhamdulillah. Shukrlar bo'lsin mana shunday ummat bo'lganimizdan. Alhamdulillah.